Telefonni bitta ko'ra. Faqat Telegram, Instagram, WhatsApp galeriyaga kirmaysiz. Nimaga kerak? Nastroykaga kerakmi? Yo bo'lmasa budilnikka kirib budilnik qo'yib beraymi? Nima bo'ladi? Menga ishonmaysiz, a? Rus tilida bir gap bor. Nikto не движим. Demadingiz, yo bo'lmasa mushukka o'xshab demadingiz. Ma'nosi hech narsa abadiy emas. Alvido. Va, onasini emsi pagodaga qarab ish qiladimi? Gapiga qornim og'rib qoldi. Men jicha siqilib kelay. Yomg'irlar. Hamdam uchodi-yu, nima men ucholmayapman? Yo'qlar demay. Bo'ldi. Siqilavermang. Dadam siz bilan gaplashar ekanlar. Yuring. Mana da sizga aytgan yigitim. Qizim baxtli qilish shunimiz bor. Maytda holim bor, keyin kontrayim bor, keyin bir ikkita banklardan qarzim bor, kredit olganman. Shu turishingda qizim baxtli qilmoqchimisan? Necha yoshsan o'zi? 20 yosh. 20 yoshli Abduqodir Xusarovning geriki bor. Oyiga 40 million dollar topadi. O'zingiz necha yoshsiz? 40 yoshmi? 40 yoshli Ronaldo ham Saudiyada yaxshi pul topyapti. Qilmang-da, eshitdingiz, sizga bitta gap. Otam aytgan, suvday bo'l degan. Piyalaga tushsang, piyaladay bo'l degan. Choynakka tushsang, choynakday bo'l degan. Uyingizga tushsam, uyingizday bo'laman. Yatta kiri.